Hürmetli vatandaşım, nöbet kağıtçılık programımızı, leksiyamızda başlayımız. Prezident Obama Manila yuqori darajaliklar yig'inida Jungoga besimni kuchaytdi mavzuli xabar 11 ayning 19 Amerika ovozining Xitoy tili programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yuqori darajaliklar yig'ini Çarşamba günü Filipin'in payitahtı Manila şehrinde ötküzüldü. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama yig'inda Jungo hukumatının Janubiy Jungo dengizida to'p tindurib, orol yasashini to'xtatishni talab qildi. Iqtisod hamkorlik yig'ini iqtisod va savdo tijoratni muhokama qiladigan yig'in edi. Lekin yig'in chaqirilishdan bir necha soat ilgari Filipinning prezidenti Aquino bilan muxbirlarni kutib olish yig'inida prezident Obama Filipinning dengiz tavalligiga yaqin joylarda Jungoning to'p tindurib orol yasashiga diqqat qiladiganligini bildirdi. Prezident Obama mundaq ko'rsatdi: "Biz keskin harakat qo'llanishning zaruriyati bor ekanligiga qo'shilamiz. Bu harakat jiddiylikni pasaytimiz. Jumladan talash tortish bo'layotgan Janubiy Jungo dengizida qadam-qadam to'p tindurib, chin qurilish qilish va burayonni harbiylashtirishni to'xtatishni o'z ichiga oladi." Bizdan bu tashabbusimiz yuqori qilani o'z ichiga oladi. Prezident Obama ta'kidlab bundaq ko'rsatdi: "Talash tortishlarni har qaysi taraflar tinch yo'l bilan hal qilish lozim. Bunun o'zi Filipinning xalqaro dengiz okean ahdnomasiga asoslanib, xalqaro hakimlar sotiga arz qilganligini qaror qilishni qo'llashimizning sababidir deb ko'rsatdi prezident Obama. Haftaning 2 kuni prezident Obama Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlarini 250 million dollar yordam bilan ta'minlaydiganligini jakal. Bunun içinde Filipinni bir tane tadqiqot parxodi bilan ta'minlaydiganligini bildirdi. Jungo Ribayan Jungo gazeti maqola e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Washington yaqindan beri Beijingning Janubiy dengizdagi egilik huquqi va bexatarligiga daxlataruz qildi va xiris qildi. Territoriya masalasi, dengiz bexatarligi manfaati masalasida Jungo murassa qilmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlarini kuchaytirib, Jungoning Janubiy dengizdagi huquq manfaatiga chiqilmoqchi bo'lganligini hargiz ishga oshira olmaydi. Janubiy dengiz masalasi Osiyo Tinch okean hamkorlik yig'iniga a'zo davlat Filipin, Vyetnam, Malayziya qatorliq davlatlarmi bu yerga egilik huquq tashabbusini, ya'ni Janubiy dengizga egilik huquq tashabbusini qo'yibdi. Vatandaşlarımız dikkat kıldı bolgay, bu qatim Türkiye'nin Anadoluya vilayeti ötküzülgen 20 devlet başlıklarının yuqori darajalik yig'inida. Ondan keyin qaytib kelib, Filipinning Manila shahrida ötküzülgen Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'inida o'xshashlar prezident Obama Reis Xi Jinping bilan ko'rishmadi. Bu diplomatiya sohasi nima tushundirdi? Biz faqat diqqatli qilamiz va analizli qilamiz va qiyosli qilamiz vatandoshim.